Assalomu alaykum aziz do'stlar, bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun men Minecraft o'yinini o'ynayman. Albatta bugunchalik Alternate World'ni sal chetroqqa olib turamiz va birgalikda Minecraft o'ynaymiz. Agarda siz tayyor bo'lsangiz, men bugungi videoni boshladim. Xo'p, yangi dunyo yaratamiz. Выживаниеda ketdik. Xo'p do'stlar, bu men Steve, to'g'ri Sherozbek. Va sizlar bilan bugun men birgalikda Minecraftda vaqt o'tkazaman. Xo'p, bunday qilamiz. Xo'p. Bo'ldi do'stlar. Endi birgalikda maza qilib bu dunyoda yashab qolishimiz kerak. Xo'p, birinchi bo'lib albatta bazaviy instrumentlarni, qurollarni yasab olamiz. Undan keyin toshli qilsak bo'ladi. Barcha qurollarimizni. Lekin men hozir beryozalar ko'rmayapman nimagadir. Ular menga kerak. Bilasizlar. Lekin moblar bor ekan. Do'st, moblar bor ekan. Adet bor ekan deydi-yu. Xo'p. Do'stlar, men sizlarni juda ham sog'indim. Mana shu oxirgi daqiqalarda, lekin so'nggi videoyimda unchalik ko'p o'zgarishlar bo'lmadi va sizlardan iltimos qilib qolardim, agarda videolarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Menimcha tushundim nimaga sizlarga videolarim yoqmayotganini. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti. Voydod, boshqa yerdan aylanib chiqamiz xullas. Men sizlarni baribir nima bo'lgan taqdirda ham juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Sizlar meni borlig'imsizlar. Sizlar bo'lmaganinglarda bo'lmasdim. Xo'p, bitta verstakcha yasab olamiz endi va u bilan o'zimizning bazaviy qurollarimizni ham paydo qilamiz. Kirka eng keraklilardan biri. Bu kerak bizga. Xo'p, keyin yana mana bunaqa bu kerak ekan. Kerak emas. Xo'p, bizda mataga kerak, qilich kerak, bolta kerak. Bo'ldi. Kirka bilan endi bularni shunda olsak, adashmasam bizda toshli qurollar bo'ladi. Bu bulujnik emas, do'stlar. Bulujnik sal boshqacha bo'ladi bu o'yinda. Albatta Minecraft o'ynamoqchi edim men o'zi aslida, lekin ba'zi bir sabablarga ko'ra o'ynay olmadim. Buning uchun meni kechirasizlar. Albatta men Minecraftda ham o'ynashga harakat qilib ko'raman. Albatta sizlar uchun bularning barchasi bo'ladi. Orga tushmagan ma'qul menimcha. Mana aytdim-ku. Endi bemalol toshdan qurollar yasab olsak bo'ladi. Xo'p, buni o'rniga buni olamiz, buni o'rniga buni olamiz. Buni o'rniga buni olamiz va nima kerak yana bizga? Bo'ldi. Xullas, umuman olib aytganda men baza qilishim kerak, birinchi bo'lib. Kechirasizlar, mana buni shakli sal g'alatiroq ekan, kelinglar to'g'rilab qo'yaylik. Endi xunuk bo'lyapti. Bu kanalda kimlar ko'rishini bilmayman keyin, to'g'risini aytsam. Xo'p, endi hamma bazasini yer ustida qursa, men yerning tagida quraman. Nimaga desanglar ishonchliroq bo'ladi. Xo'p, 2, 3 bo'ldi. Xo'p, 4, 5, 6, 7. Bugunchalik Minecraft o'ynayapmiz, lekin albatta men Minecraft o'ynashga harakat qilaman dedim. Chunki sizlar uchun barcha narsaga tayyorman men do'stlar.
albatta barchangizga mana shu hech bo'lmasa 14 ta obunachi uchun ham rahmat. Bu men uchun katta natija, chunki YouTube'ni yurg'izishni endigina boshlayapman. Bunaqa o'yinlar qilyapman. Yana bir narsani aytib o'tay, yaqinda Xudo xolasa men albatta shorts videolarni ham chiqaraman. Sizlarga menimcha yoqadi degan umiddaman. Mayli. Xo'p, yana yerga qaziymiz. Shorts videolar har xil o'yinlardan bo'ladi do'stlar. Minecraftdan ham bo'ladi, Alternate World'dan ham bo'lar balkim. FIFA, FK Mobile, FC Mobile, Football, Total Football, yana Ocean is Home va shunga o'xshash bir qator o'yinlardan shortslar bo'ladi. Va Granny so'rabdi ko'pchilik. Afsuski men Granny o'ynay olmayman do'stlar. Chunki o'ynasam kichkina masshtabli bo'lib qoladi bu video, katta masshtabli bo'lib qoladi. Men esa 15 daqiqadan ziyodroq qila olmayman. Buni sababi esa akkauntimni hali ham registratsiya qila olmadim. Agarda siz bu borada menga yordam bera oladigan bo'lsangiz, iltimos xabar yuboringlar. Bu juda ham yaxshi bo'lardi. Va o'shanda men 40 daqiqalik, 1 soatlik, undan ham ziyodroq bo'lgan videolarni chiqarishga bor kuchim bilan harakat qilaman. Har xil o'yinlarni sizlar uchun joylayman mana shu YouTube kanalimga. Xohlasangiz ba'zi bir vaynlarni joylashim ham mumkin. To'g'risini aytsam, mana bu menga o'ynashim ham o'z aslida yoqyapti ozgina. Chunki sizlar bilan bu ham meni bog'lab turibdi do'stlar. Endi esa abed qilamiz, abed. Ikkinchi abedimiz ham tayyor. Tayyor. Cho'chqa o'ldirmaymiz. Cho'chqa mumkin emas. Sen tiriksan, bo'shsan. Ko'z oldimdan yo'qol. Endi meni qoralab tashamanglar, cho'chqa yemayman-da endi. Bu o'yin bo'lishiga qaramay. Baribir yemayman. Pechka uchun bizga bitta. Yo'q, pechka emas-ku bu. Sharmanda bo'ldimmi? Albatta hazil do'stlar. Pechka mana. Bu ham emas pechka. Mana pechka. Bo'ldi, tushunarli. Xullas, videolarimga like bosinglar do'stlar. Sizlardan uni so'rab qolgan bo'lardim. O'tirib, yolvorib so'ramayman lekin. Baribir sizlarni men yaxshi ko'raman. Chunki agarda sizlar bo'lmaganingizda, qo'llab-quvvatlashlaringiz bo'lmaganida bu kanal ochilmagan bo'lardi, motivasiyalarim tushib ketgan bo'lardi. Lekin men baribir ham mana shu kanalni ochishga qaror qildim. Sizlar uchun bularning barchasi do'stlar. Ozgina ko'milga qo'ysak yaxshi bo'ladi. Xo'p. Keyin agarda rostdan yordam bera olsanglar bu haqda kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Juda ham yaxshi bo'lardi. O'zim ham xohlayapman kattaroq kontent qilishni. Menimcha yetadi hozircha bu bizga. Qo'y topishim kerak, chunki kravat yasash kerak-da. Kravat yasash uchun qo'y topish kerak. Yo'q, lekin mol bor. Qo'y yo'q hozircha. Qo'y yo'q. Molni o'ldirib olaylik. Qo'y bor ekan. Qo'y. Mana senga. Oldim. Yana mol bor ekan. Voy, bolang bor ekan, mayli. O'ldirmayman seni.
qo'y qidirish kerak endi. Yashash uchun kurash, nima deysizlar endi? Xo'p. Qo'ylar yashamaydigan joy ekanda o'zi ham bor-ku. Tovuqlar bor. Tovuqlarga ulgurarman, borib kelishga yo'qmi? Ulgursam kerak. Yo'q, ulgurmayman. Yo'q, bu kerak emas ekan menga. Qo'y. Qo'y, to'xta. Qiynama, qo'y. Meni qiynama, qo'y. Ey, qo'y, men seni qaydan topay, qo'y. Yo'q ekansan. Xayriyat. Seni ham o'ldiray, keyin qaytaman uyimga. Yugur. Ana, eshitdilam. Qaydan keldim men? O'ybay. Bazaga qaytishga ulgurish kerak-da. Borganimdan keyin darrov kravat yasash kerak. Voydod skelet. Abet bo'ldim do'stlar. Bo'ldi menimcha. O'lib ketaman mana shu yerlarda. Lekin ulgurishim mumkin. Ulgurishga harakat qilaman. Men bunday qilmasam bo'lmaydi. Yo'q, ulgurmadim. Yo'qol! Voy, plas. Yo'qol! Creeperlarga o'lim. Mana shu creeper ham Minecraftni anchadan beri o'ynamasligimning sabablaridan biri voydod. Yo'qollaring qarochi. Voydod. O'tirib olishim kerak. Ovqat yeyishim kerak. Yergan ekansan o'zing. Voy, yo'qol. Bunday qilamiz. Bo'ldi endi. Voy! Ibixay. Qayerda edim men? Qayerda o'ldim men? Yo'q. Voydod! Bekor tirilibman. O'laman u yana. Nimalar qilyapsan? O'lib ketamiz-ku. O'ldim. Qochish kerak, speedrunner. Dreamga o'xshab qochamiz endi. Dream qochmaydi-yu, endi speedrun qiladi. Voydod, o'rgimchak. Voy. Do'stlar, dushmanning qo'lidan o'lgandan ko'ra o'zim o'lgam yaxshi. Mana shu joyda men bugungi videoni yakunlayman. Juda yaxshi sharmandalik bo'ldi. Buning uchun meni kechirasizlar albatta. Keyingi safar Выживаниеda o'ynayman. Bundan-da yaxshiroq harakat qilaman. Yer tagilarga tushaman va sizlar buni albatta ko'ringlar. Albatta keyingi videolarim Xudo xolasa mana shu kelayotgan haftada bo'ladi. Meni kuzatishda davom etinglar. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin do'stlar. Hozircha esa xayr, men sizlarni yaxshi ko'raman. Sog' salomat bo'linglar.